Ustaga patologga necha pul ketdi? 8 million ketdi. Hamma yo'g'i ichida Hoshtovoy endi yana bitta sizga gapirib turaman. Bu YouTube'dagi obunachilarimizga. Assalomu alaykum, O'rman kompaniyasining YouTube obunachilari. Bugun biz yana sizlarga yana bitta xonadonimizga yangi Vener lyustramizni o'rnatdik. Buni obzorini qilib beramiz. Siz esa hoziroq obuna bo'lib qo'ying. Demak, biz boshladik. Bu xonadonimiz Farg'ona viloyati Oqbilolda. Xo'p, bu yerga ikkita Vener lyustramizni qo'yganmiz. Ko'rsatsangiz bo'ladi. O'zi bu nimamiz? Patologimiz tunikafon. Qanaqa ko'rinyapti? O'zi yaxshi ko'rinyaptimi? Bo'ldi. Xo'p, bu lyustramiz razmeri 1.20 lik bo'ladi. 4 ta kichkina plafoni bor, bitta o'rtada katta plafoni bo'ladi. Umumiy material MDF dan ishlangan, gullariga foton gullardan bezatganmiz. Bemalol ko'rib olsalaring bo'ladi. Bu juda ham patologni ochgan. Mana bu yerda o'zi xonadonimiz egalari, ustakamiz ham turishibdi. Odzivlarni ham oldik. Mana bu tarafda ham ikkalasida rangi bir xil. Hozir e'tibor bergan bo'lsalaring, ranglari alishib turibdi. Bu o'sha ichkaridagi diodni nimasi. Bir 20 xilcha ranglar alishib turadi. Bemalol buni to'xtatib qo'yishingiz ham bo'ladi. Bitta ranglarni o'ziga moslab alishtirib olsangiz ham bo'ladi. Xo'p, umumiy patolog ko'rinishi shu. Ustaga patologga necha pul ketdi? 18 million ketdi. Hamma yo'g'i ichida 18 million bo'ldi. Patolog razmerimiz necha? Darvozaxonamiz? 11 metrga 4 metr darvozaxonamiz. Aylanasi konservagan bo'lgan. Necha pul bo'ldi shunda yana bitta eslatamiz? 18 millionga bitibdi. Bu o'sha lyustralarimiz narxlari bilan. Albatta lyustramizning narxini aytamiz videoning oxirida. Hoshtovoy endi yana bitta sizga gapirib turaman. Bu YouTube'dagi obunachilarimizga. YouTube'da bizni ko'rib turishibdi hozir. Mana undan yozaveradi mikrofonimizdan. Biz YouTube'dagi obunachilarimizga, xonadon egalariga shu lyustramizdan qo'ysammikin, qo'ymasammikin deganlarga tavsiya qilasizmi? Tavsiya qilaman. Bu yaxshi ekan. Ham yonbob, ham yaxshi ekan mana. Zo'r. Patologlarni juda ham chiroyli ochibdi. Yana ustasi aytayapman, ustasiga mos tushar ekanda. Ustani ishini ham ochgan, sizga ham yoqdi. Narx ham yaxshi ekan. Zo'r. Yaxshi ekan. Xo'p, narxlarni endi aytib o'tamiz. Bu lyustramiz narxi razmeri 1.20 lik bo'ladi. 1 million 100 ming so'm bu deylik donalik narxi. Agar siz optim olmoqchi bo'lsangiz, deylik siz shu lyustrani savdosi bilan shug'ullanadigan bo'lsangiz, diler bo'lmoqchi bo'lsangiz, sizga yana ham kelishtirib beriladi. Manzilimiz Farg'ona viloyati Satkek-Kurkda. Kommentda manzil deb yozsangiz, manzilimizga lokatsiyani tashlab beramiz yoki quyidagi raqam bilan bog'lansangiz ham bo'ladi. Bizni kuzatishda davom etinglar. Ustakamiz nomerini ham yozib qoldirib ketamiz. Ustaka nomeri necha edi? Aytavering. 99 lik 368 1236 bu tunikafon qilgan ustakamizni nomerlari. Bemalol qaysi nima bo'yicha xizmat qilamiz? Farg'onaning o'zidami? Farg'ona viloyati ichida xizmat qilinaveradi. Bo'ldi. Kuzatishda davom etamiz. Sizlar uchun shunaqangi foydali videolarni qilishda davom etamiz. Sog' bo'linglar.